blogerimiz Zafarjon Jabrinov ham hozirda ishsiz g'oyib bo'lib qoldi. Nima uchun blogerlar ov qilishimi, men shunga tushunmayapman. Achinaman degan gapga qanday 200 million so'm undirish mumkin? Sudyalar qayerda qarayapti? Nima kimdir shikoyat qilsa, kimning murojaati bo'lsa ko'raverasizlarmi sizlar? To'xtatinglar. O'zbekiston Respublikasida so'z erkinligi mavjud emasmi yo'q? Yoki har bitta viloyatda alohida qonun qoidasi bormi? O'zbekistonda qonun bir xil emasmi? Konstitutsiyada hamma teng huquqli emasmi? Shunga tushunmayapman. Nazorat qilyapti turganda uxlayapmi yoki o'zi ro'para qilib yuborganmi? Ijtimoiy tarmoq faollari juda ko'p, bloger jurnalistlar o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolyapti. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Ijtimoiy tarmoqlarga ayrim videolarga ko'zim tushdi. Ya'ni bu videolar qaysi deganda yaqinda o'zlaring ko'rgan bo'lishlaring kerak. Demokrat Uz rahbariga hujumlar boshlandi. Oltiariqlik blogerimiz, ya'ni Eldor Jalolov ishsiz g'oyib bo'ldi. Va undan tashqari Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashovchi nima uchun bu holatlar bo'yicha kerakli mutasaddi tashkilotlar rasmiy kanallarda munosabat bermayapti? Bu kishini yo'qolib qolishi nimadan? Va undan tashqari Demokrat Uzga ham rahbariga ham bunaqa holatlar o'tdi. Endi Abdurahmon Tashanovga o'tishibdi. Bunga asl maqsad, buni tagida kim turibdi? Kimlardir yoki ayrim fuqarolarni yo'naltirib yuboryapti blogerlarga yoki maqsad blogerlar ov qilishimi? Men shunga tushunmayapman. Oddiy bitta tanqidiy gapga sizlarga achinaman deganiga Toshkent viloyati, ya'ni Toshkent shahar Mirobod tumanidagi ikkita domla, ya'ni shu yuridik universitet domlasi 200 million moliyaviy zararga Abdurahmon Tashanov berdi. Bu qanchalar to'g'ri? Oddiy bitta gap tanqid bo'ladimi? Achinaman degan gapga qanday 200 million so'm undirish mumkin? Sudyalar qayerda qarayapti? Nima kimdir shikoyat qilsa, kimning murojaati bo'lsa ko'raverasizlarmi sizlar? Kim haq, kim nohaq? Yoki bu holatlarga vallomatlar tomonidan buyruq berildimi? Tepada turib olishib. Blogerlar ov qilish kerak yoki qanday tuhmatlar bilan yopish kerak yoki sudga bergisish kerak kim orqali? Qachon bu holat to'xtatiladi? O'zbekiston Respublikasida so'z erkinligi mavjud emasmi yo'q? 9-modda, oqil shaffoflik prinsipi 9-modda nima uchun chiqarilgan? Har kim o'ziga kerakli ma'lumot olish, izlash, tarqatish huquqiga ega deb yozib qo'ygan. Yoki har bitta viloyatda alohida qonun qoidasi bormi? O'zbekistonda qonun bir xil emasmi? Konstitutsiyada hamma teng huquqli emasmi? Shunga tushunmayapman. Nima uchun oddiy bitta post achinaman degan holatga Abdurahmon Tashanovni sudga berishmoqda. Ya'ni timbol 200 million ma'naviy zarar undirishmoqchi domlalar. Bu qanchalik to'g'ri? Buni kim nazoratga olyapti? Nazorat qilyapti turganda uxlayapmi yoki o'zi ro'para qilib yuborganmi? Ijtimoiy tarmoq faollari juda ko'p, bloger jurnalistlar o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolyapti. Mana Jarqinov bilan Eldor Jalolov pashti 1 oydan beri yo'q. Men o'zim shaxsan Facebook, YouTube juda ko'plab ijtimoiy tarmoqlarimga qo'ydim bu holat bo'yicha, lekin haligacha ichki ishlar, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yoki viloyat prokuraturasi rasmiy munosabat bildirgan.